Dada, ana mashinangizni mindim-da. Ne streshga chiqib qolibman. Ne mashina va ishchi mashina. Sen bola yomon zarar ko'randa bo'lsanda. Mashina qani? Etalonga topshirib yubordim. Asablaringiz joyiga kelgandan keyin kelaman. Dada benzinga o'tiribman, benzinga. Benzin to'kilib ketgan ekan. Maytakcha kiyadigan shuni. Shu bolamni oxiri o'liksa qo'yaveraman-da. Molxonada benzin bor! Dada hojatga kirib, yigitni bitta yaqindim. Haligi benzin bor edi-yu, yo'li ketib qoldi. Zarar ko'randa jonimga tegding. Bor yo'qol. Odam bo'lganingda qaytib kelasan, mol. Men sizga ham ko'rsatib qo'yaman. Qanaqa odam bo'lib kelishini ko'rasiz, vaqt ko'rsatadi. 10 ta qo'y yonib ketdi. Dalada deb o'ylayapti. Kimi? Pajharnidan keluvdik. Molxonangiz yonayotgan ekan. Yo'qol. Tushuntirishati yozib bersam bo'lmaydimi, dada? Molxonangizda gaz balloni ham bormidi?